uncha chiroyli emas. Ismingiz nima desak, Abdul Bosit deydi. O'rislarda bir gap bor, bilasizlar nima deydi? Yuqorida o'tganlar. Shu kishi endi ayollari o'qishi ham ayollari uncha chiroyli emas ekan. Pora Qur'onni yodlagansiz. Qur'onning mo'jizalarini bir ko'rgan bo'lsangiz aytib bering. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'qiyotgan taroveh xatm Qur'onlarimizni Xudoy taborak va taolo o'zini dargohida qabul qilsin. Alloh taoloning kalomini eshitamiz deb oyoqlarimiz og'ridi, oyoqlarimiz charchadi. Xudoy taborak va taolo mana shu oyoqlarimizni jannatga kiradigan oyoqlardan bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Eshitgan Qur'onimizni Xudoy taborak va taolo bizlarga shafoatchi aylasin. Alloh taologa duo qilamiz. Xudoy taolo zurriyotlarimizdan, naslarimizdan qiyomatga qadar qorilar chiqishligini Xudoy taborak va taolo o'zi nasib qilsin. Goho eshitib qolamiz ko'chadan, ismingiz nima desak, Abdul Bosit deydi. Nimaga Abdul Bosit deb qiziqib so'rasak bilamiz endi nimagaligini. Aytadiki, dadamlar shu Abdul Bosit qorini qiroatlarini shu 90-yillar, o'sha vaqtlar kasetada eshitib, havas qilib, mana ham o'g'lim Abdul Bosit qoriga o'xshagan qori bo'lsin deb turib, ismini Abdul Bosit qo'yishgan deyshadi. Haqiqatda bir islomga, dinimizga juda katta xizmat qilgan qorilardan, ahli Qur'onlardan bo'lgan, Xudoy taborak va taolo u kishini shunday bir aziz qilgan zotlardan bo'lgan. Haqiqatda Qur'onlari, qiroatlari juda go'zal. Hozir ham eshitsa odam bir etlari junjikib ketadi. Shunaqa ajoyib Qur'on o'qiydilar. Bu kishi endi xizmat safari bilan odatlari Amerikaga borib bir Qur'on o'qib berishlari kerak ekan. Bir oy shu yerda masjidlarga, Amerikadagi masjidlarga borib Qur'on o'qib kelar ekanlar. Bu kishi bilan ham safar bo'lib, hozir u kishi tirik, Xudo umrlariga barakot bersin. Zulfiqor Ahmad Naqshband degan zot ham bir oyga o'sha Amerikaga amr ma'ruf qilgani borganlar. Odamlarga bir Xudoy taoloning dinini, shariatini o'rgatishlik maqsadida u kishiga ham borganlar. Mana sahoba-i ikromlarni aytdik-ku, agar sahobalarning himmatlari bo'lmaganda, balki bu joygacha dinimiz yetib kelmasdi-da. Qancha-qanchalari uylaridan, bola-chaqadan hammalarini tashlab shu joylarga kelishganda, bittalari uylangandan keyin Madina Munavvarada nimaga chimildiqqa kirsalar, kelin uncha chiroyli emas ekan. Endi hozirda u ko'rib, tanishib, yana bir oy yurib, hali namanganlarga borib, ayiqchalari olib berib, bir narsalari qilgandan keyin eng kulgili joyi borki, bir oy birga yurdi endi bu. Xudo kechirsin endi. Eng kulgili joyi hali nikoh kuni uyimdan nikoh o'qitib chiqaraman qizimni. Bir oy nima qiluvdi u? Nimaga kerak bunaqa nima? Bir oy nima qilib yuruvdi? Men qizimni nikohsiz o'zingizni nikohsiz chiqarmaydigan odam, unaqa bir oy aylangani chiqarmaydi-da o'zi aslida. Bu kishi ham uylangan, endi hali ko'rmagan kelinni chimindiqda ko'rsalar, uncha chiroyli emas ekan. Hali ko'ngillari jiz qilmabdi-da. Ammo u ayol o'zlari qora tanli, bir xuniyroq bo'lsalar ham Xudoy taolo ilmdan bergan ekanda. Hozir o'qigan oyatimizni o'qigan ekanlar. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ba'zi narsalar bor, odamning ko'rinishidan bir xunuk, yoqimsiz bo'lishligi mumkin-u, Xudoy taolo aytadiki, aslida ular sizga yaxshi deydi-da. Balki menda ham yaxshilik bordir, ko'rinishim yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa ham, xo'jayin, menda bir yaxshilik bordir debdilar-da. Bir Andijonda katta qorlarda o'tganlar. Shu kishi endi ayollari o'qishi ham ayollari uncha chiroyli emas ekanda, hazil toifa qilib, agar biz o'radi desak, uydagilar qonunlarimiz bizni haydab chiqarib yuborsa kerak. Xonim debdilar, sizga shu chiroy taqsim qilinayotganda sizga chiroy yetmay qolgan shekilliga debdilar-da. Acham uncha chiroyli emas ekanlar. Sizga shu chiroy yetmay qolgan shekilliga desalar, acha ham tabassum qilib aytdilarki, qarasam bu yoqda baxt tarqatilyapti. Baxtni olaveray, keyin bu chiroy bir gap bo'lar deb turib, baxtni olib Xudoy taolo sizdaqa insonga hamxona bo'lishni nasib qildi. Menga chiroy nima keragi bor deb olmay qo'yaverdim degan ekanlar-da. Qalbi chiroyli bo'lsa bo'ldi-da o'zi aslida. Har qanaqa chiroyli bo'lsa ertaga hammasi hali so'lgan kartoshkaga o'xshab turaveradi ertaga. Chunki chiroy bu vaqtincha, qalbi go'zal bo'lsin, qalbi chiroyli bo'lsin. Bu oyatda hali sahobiya onamiz o'qib bergandan keyin hali tasanno aytib qoyil qolib,
hamxoni bo'lishgan, o'rtada ozgina vaqt o'tib, farzandlari hali dunyoga kelmay turib, bu kishi amr ma'rufga chiqib ketadilar. 16 yil amr ma'rufda yuradilar. 16 yil Xudoning yo'lida. Mashalloh deysiz-da. Ha? 16 yildan keyin qaytib kelsalar, Madinaga endi odatda sunnat shuki, safarga ketayotgan odam birinchi safarga ketyaptimi, Toshkentgami, qayergadir ketyapsiz, birodar masjidda oldida bir to'xtang. Sunnatda shu. Masjidga kirib 2 rakat namoz o'qib chiqib ketish sunnat. Payg'ambar alayhisolamning odatiy sharifalari shu ediki, safarga chiqayotsalar, masjidga kirib albatta 2 rakat namoz o'qib, o'rislarda bir gap bor, bilasizlar nima deydi? Ha, nima deydi? Ha? Pasidim nadaroshku deydi. Ha, bir yo'lga bir o'tirib olaylik deydi-ku, sunnati 2 rakat namoz o'qib, duo qilib chiqishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam safardan kelsalar ham birinchi to'g'ri uyga yugurmasdan bizga o'xshab, ha, birinchi masjidga kirib, ba'zilar onasini ko'rgani ham kirmaydi-da, shu to'g'ri o'zini uyiga yugurib ketayotgan. 2 rakat masjidda namoz o'qib, keyin uylariga kirardilar. Bu kishi ham sunnatga amal qilib, masjidga kirsalar, bir yosh 15 yashar bola Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning muborak minbarlariga chiqib, shunaqa go'zal hadislar o'qib, shunaqa go'zal mau'iza qilyaptigan, butun Madina ahli hali kishiga quloq solyapti-da. Mashalloh, bu qanaqa go'zal ovoz sohibi, bu qanaqa chiroyli mau'iza qilyapti, hadislarni go'zal bayon qilyapti. Kim o'zi bu desa, bu kishi so'rasalar, tanimayapsanmi? Buni dadasi 16 yil, 17 yil oldin ketgan falonchini o'g'li falonchi deb o'zlarining o'g'illarini aytayapti-kanda. Yig'lab turib, bu ayolimni shu menga aytgan tanbehi to'g'ri ekan. Men bu ayolimdan karih ko'rdim ayolimni, lekin Xudo taborak va taolo mana shunaqa olim farzandni menga buni nimasidan Xudo nasib qildi deb xursand bo'lgan ekanlar. Abdulbosit aka ham shu safarga chiqqanlarida Amerikada endi yurib turlar ekan. Amerikada Zulfiqor Ahmad Naqshband bir kun so'rabdilar. Hazrat dedilar, siz mana 30 pora Qur'onni yodlagansiz. Qur'onning mo'jizalarini bir ko'rgan bo'lsangiz aytib bering dedilar-da. Qur'onning mo'jizalaridan bir aytib bering desalar, Abdulbosit aka yig'lab. U kishi doim a'ududan yig'laydi-da. Qiroatlarni eshitingda, uyga borib bir YouTube'dan kirib Abdulbosit qori deydi, a'ududan yig'lashni boshlaydi. Mashalloh, bu qanaqa qalb ekan-da. Biz o 10 pora o'qisagan ko'zimizga yig'i kelmaydi-da. Shunaqa ularning qalblari bir yumshoq. Bu men Qur'onning mo'jizasini ko'p ko'rganman, lekin eng menga ta'sir qilgani endi taqriban bir 70-yillar biz SSRga kelganmiz deydilar. O'sha Misr prezidenti meni birga yuring SSRga borib kelamiz dedilar. Moskvaga kelganmiz dedilar. Moskvaga kelganimizda shu butun kommunistlar o'tiribdi dedilar. 1,5 ming kommunist o'tiribdi. Hammasi Xudo yo'q deydigan, hali Xudosiz ateistlar o'tiribdi deydi. Shunda prezident, meni Misr prezidenti, meni prezidentim podshoyim aytdilarki, ey Abdulbosit, endi u kishiga navbat kelgan ekanda, shularga bir Qur'on o'qib bergin dedilar. Bular doim Xudo yo'q deb meni nima qilishaveradi. Bir shularga Qur'on o'qib bergin dedilar-da. Bir shular qumordan chiqaylik dedilar. Ko'zimni yumdim deydilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Hozir boshlagan suramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Toha ma anzalna alaykal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Mana shu sura 5 varoq, 10 bet. Abdulbosit aka kamida 1 soat o'qiydi-da buni. Biz hozir masalan 20 minutda o'qib tugatamiz. Lekin Abdulbosit aka buni 1 soat kamida o'qiganda ko'zimni yumib o'qishni boshladim. Ey Muhammad alayhissalom, bu Qur'onni sizni qiynash uchun, sizga mashaqqat bo'lishligi uchun biz nozil qilganimiz yo'q. Illo Xudodan qo'rquvchilar uchun eslatma bo'lishligi uchun biz bu Qur'onni nozil qilganmiz degan mana shu surani o'qishni boshladim. 1 soatcha undan ko'proq o'qidim. Ko'zimni ochsam, ko'zlarini yumib o'qiganlarda, ko'zimni ochsam hali ateistlar, Xudo yo'q deganlar hammasi yig'layapti-kan. Hammasi dod deb yig'layapti-kan. Hali nimaga aytar ekanki, bu nima dedi deydi-kanda. Misr prezidentiga. Bu nima gaplar aytdi? Bu nima deganda, sizlar yo'q degan Xudoning gapi mana shu degan ekanlarda. Sizlar inkor qiladigan, sizlar yo'q degan Allohning gapi senlarda iymon bo'lmasa ham senlarga shunaqa ta'sir qildi. Menga qaytib ateizm haqida gapirishni tushunishdingmi deb ketdik deb keyin qaytganmiz. Men shu joyda Qur'onning mo'jizasini ko'rganmanki, Qur'on
hammaga barobar ta'sir qilar ekanda. İnşallah Xudoy taolo siz bilan bizni ham qalbimizni eng to'g'rilariga yetib borishligini Xudo nasib qilsin. Mana shu Alloh taoloning kalomi siz bilan bizga shafoatchi bo'lsin. Qabrga kirganimizda qabrda nur bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni avlodlarimizdan shu eng kamida Abdulbosit Qorakiga o'xshagan qorilar chiqishligini Alloh nasib qilsin. Imom Azam rahmatullohi alayhiga bir kishi o'g'lini olib kelib bergan ekanda, Hazrat shuni o'qib bering desa, dangasaroq, uyquchiroq bola ekan. Qarasalar uncha harakati yo'q, keyin o'g'lingni olib kelib bo'lmaydi debdi-da. O'g'lingni olib kelib bo'lmaydi deganlarida Hazrat hech bo'lmasa sizga o'xshagan bullabachcha bo'lib qolsin degan ekan. Imom Azamga siz hech bo'lmasa sizga o'xshagan bo'lib qolsin deganda, ha, seni himmating bolangni olim qilar ekan, qolaversin bo'lmasan degan ekanda. Alloh taolo bizga ham mana shunaqa himmat bersin. Hazrati Parvardigor jalla va ala hech bo'lmaganda Abdulbosit Qorakiga o'xshagan avlodlarimizdan qorilar chiqishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Va sallallohu va sallama ala rasulihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar